3dan 4siga yoki A точкаdan B точкаga qatnayotganlar. To'g'ri, sizlarga ham oson emas. Yengil mashinaga yo'l kira 10 ming, 5 mingga olib ketasizmi? Bilasiz 10 mingligini. 7 mingga olib ketasizmi? Deyishdan oldin chopirlarni ham dardini bilinglar. 5200 lik gaz 5700 bo'ldi. O'shanda ham 7 minglik yo'l kira 10 ming bo'lgan yo'q. Yo 10 minglik yo'l kira 12 ming, 15 ming bo'lgan yo'q. O'ziga yarasha gazdan tashqari zapchastlariga ham rasxod bor. Gaz ko'tarilsa, umumiy olganda kommunal ko'tarilsa, hech kim bir og'iz gap gapirmaydi. Lekin gaz ko'tarilgani sababli yoki qaysidir zapchastlar narxi ko'tarilib ketgani uchun qaysidir sababga ko'ra yoki go'sht 100 mingdan 150 mingga ko'tarilgani uchun hech qachon shopir yo'l kirani ko'tarmaydi. Gaz ko'tarilgani uchun yo'l kiraga 1000 so'm qo'shilib qolsa to'polon qilishni bilasizlar. Tushunmaganlarga 5700 bo'ldi gaz. Ba'zilar aytadi, chidasangiz qatnang deydi. Siz ham jentrani eshigini ochib turib, yo 12 eshigini ochib turib 5000 plyus bor, 7000 plyus bor. Yo'l kira 10 mingligini bilib turib, ko'r-ko'roni 5 mingga olib ketasizmi, 7 mingga olib ketasizmi demang. Siz ham chidasangiz qatnang. 0 ostatka bilan kirib, 110 ming bilan to'ldirib chiqib ketardik gazni. Mana hozir 100 ostatka bilan kirib, bu degani 100 gaz quydirdim. Balonim to'ldi, 90 ming pul bo'ldi.